ideal korim tarkibida nimalar bor? Sizga bitta narsani ishontirib ayta olaman. Bu yerda hech qanaqangi musor mahsuloti yo'q, adxot mahsuloti yo'q. Barchasi eng oliy navdagi oziqalar. Barcha energiya beruvchi turlar, arpa, makka, bug'doy. Undan keyin oqsil beruvchilar, rapis shiroti va soya shiroti. Undan tashqari mineral oziqalarni eng mukammal tuzilgan mineral oziqa, chayni sodasi, tuzlar va kalsiy. Barcha aralashmalar bir xilda me'yorda aralashtirilgan va o'ta mukammal holatda tarkib jihatdan va maydalik jihatdan keltirilgan. Germaniyada 12 yillik tajribali mutaxassis sifatida sizga men ideal korimni tavsiya etaman. Nima uchun? Ideal korim chorva uchun o'ta balansga keltirilgan, ya'ni 3 ta asosiy bo'limga bo'lib olamiz. Molni katta oshqozon, ingichka va yo'g'onchaklar to'liq taqsimlangan va chorvangizni birinchi navbatda vazn olishiga ham, buqalaringiz vazn olishiga ham zo'r ta'sir qiluvchi va sog'in sigirlaringizni sut berishiga ham, sog'ligiga va u kelgusida ulardan uzoq muddatda sog'in sigiringizdan uzoq muddat sog'ishingizga imkoniyat ochib beruvchi yem bu. Bu ham sog'lik garovi, ham iqtisodiy daromad garovidir. Bu yemni, ideal korimni respublika bo'ylab bizda yuqorida quyida keltirilgan barcha hamkorlaringizdan topishingiz mumkin. Shuning uchun tanlovda tanlashga adashmang, bitta like tayamang, bizga a'zo bo'lishni unutmang.